singlimninki endi biror tal asrni anglamasak bir Çatlak yok akacanım. Rahmet aka, ben hoş buldum. Şu anadek ulug' insan dünyada mence ikinci qatim ko'rilmaydi. Shunlashqa barliq suyumlik onalarimizning mayli ئابلەت ma'lumning anasının bo'lsin, mayli mening anam, hammamizningki anasi bir-birimizning anasiga o'xshash. ئابلەت ma'lumning anasi mening anam ئابلەت ma'lumning anasi degandek. Chunki analar faqat farzand uchun kuydi, o'tida kuydi, suyda oqidi. Shunlashqa bir ko'zlik ana degan asrimni barliq do'stlarning ko'ngil aromiga sunay. Rahmat. Rahmet sanılma bizning öydeki barliq urutuqallar Aymelike sanımlığa hemmeler mening çuqançı qıpılalıq hemmeler şu Aymelike sanımlıki heveskarları akşam. Şunda olsun a knopkani besiplam guancu qilib tanlamanglar. Bek yaxshi sanımız, ovoz taxi yaxshi, o'zi yaxshi. Bek asri. Ras. Naməlum. Mikrofon aldıda ay Məlikə. Anamның faqat bir gözü var idi. Yana bir gözü oyman idi. Yani boş idi. Onundan nefretlenettim. Çünkü bu ahval meni savaqdaşlarım arasında tolumu xijil qılatdi. Dadam men kichik vaqtimda bir hodisada vafot bo'lgandan keyin onam ikkimiz yolg'iz qolgan edik. Bir qatimliq sinfdagi ota-onalar yig'indan keyin bolalar menga boshqacha qaraydigan bo'lib qoldi. Bir kuni tارقىتىشى menga "Onamning faqat bir ko'zi bormi? Yana bir ko'zi-chi?" Bir gözlük mü adam bulan bu? Anamın birlik gözü bakana dedi. Başka savaqdaşlarım bolsa zanglık kılıp gülüş etti. O vakitte yerinin tegege körüp ketkim geldi. Ve anamның baldırak ölüp ketişini teledim. Öyge bağanda onunla "Mine savaqtırım varsa da nemişke xijil qılısan? Künini atağını yığınıq bolsun" dedi. Savaqtırımның qarşısında yüzümni qılıb ettim. Ölsün bolmamdı. Öl. Anam bir yığısımı gap qılmay, keynigi meni chiqib ketdi. Anamga degan so'zlarim to'g'risida o'ylanib qo'ymadim. Chunki bek ochig'im kelgan edi. Uning hissiyati mening xiyolimga kirib chiqmaydi. Uni uyda ko'rishni faqat xohlamaydim. Ammo uy uning edi. Qattiq tirishdim. O'z yo'lim topdim. Keyin Singapurga o'qishga ketdim. Ondan keyin to'y qildim. Uy oldim. Bolalarim bo'ldi. Turmushimdan nihoyat mamnun edim. Onamni allaqachon unutib ketgan edim. Bir kuni onam bizni yo'qlab Singapurga keldi. Meni yillardir ko'rmagan edi. Ishning oldiga kelishiga bolalarim avval bir ko'zlik birsidan o'qdi. Keyin zangli qilib kulishib ketdi. O sizlarning mo'manglar, o sizlarning mo'mba bolalarim deyamadim. Uyga kirishi onunga "Uyimga nemishqa kelding? Nemishqa bu yerga kelsa, men seni tonimayman. Tushundingmi? Bu yerdan darhol ketgin." Bu azarlashimga onam tuvan ovozda
ko'nglimizga amman jetim bolam. Uyimga xato kelib qoptiman. Xafa bo'lmang. Men chiqib ketay o'g'lim. Men chiqib ketay. Dedi kayni kiyinib ketdi. Oradan xeyli vaqtlar o'tdi. Yurtimdagi maktabimdan o'qish bitirganlar yig'ilish uchun bir maktub topshirib oldim. Ayolma komandirib chiqaman deb bahoni ko'rsatdim-da, yurtimga bordim. Qo'shnilardan so'rag'animda ular onamning o'lib ketganligini aytdi. Avval ichimda ozroq suyungandek bo'ldim. Ammo ichimda bir ochiq tuyg'u meni to'lima azoblaydi. Men o'lib ketganligidan hayronlik tutursam, menga berib qo'yib toplangan onam tarafidan yozilgan bir parcha xatni berdi. Xatni o'qishga boshladim. Eng suyuklik o'g'lim. Hamisha seni o'ylayman jinim bolam. Singapurga berib, bolalarimni qo'rqitib qo'yganligim uchun ko'nglim yerim bo'ldi. O'qish bitirganlar yig'ilishga keldig'imni anglab, xush bo'ldim. Ammo seni ko'rish uchun karvitimda turishga maqdirim yetmamdi. Buni bilmayman jinim bolam. Sen cho'ng bo'g'icha bir ko'zim bilan seni o'sal ahvolini tushirib qo'yganligimdan to'limi xatilman. Esimda bormi o'g'lim? Esimda bormi? Sen belli kichik eding. Dadam bilan bir hodisaga yo'liqqan eding. Senin anam turib, bir ko'zim bilan cho'ng bo'lishimga men qandoqmi chidaydim o'g'lim? Men qandoqmi chidaydim? Shu sababdan dadamdan qolgan yalani sotdim. Operatsiyaga xarajat tayyorladim. Siqilib, bo'sh bo'lgan bir ko'zimni sana berdim jinim bolam. Ko'z ko'chirish operatsiyasi farqlanmagan darajada nihoyatda o'ngishli bo'lgan edi. Mening ko'zim bilan o'g'lim ko'ralaydigan bo'ldi. Sog'lom bir juft ko'zi bilan cho'ng bo'ldigan bo'ldi. Mening o'g'lim sog'lom cho'ng bo'ladigan bo'ldi deb intayin xush bo'lgan edim o'g'lim. Deb yeziqliq turadi. Ko'zimdan yoshlar marjandek to'kilmoqda edi. Jinim ona, quyoshim ona, hayotim ona, meni kechiring jinim ona, meni kechiring. Men bilmabdiman. Sizning ko'zingiz bilan sizga tuzkorlik qilibdiman. Aqlsiz bolangizni kechiring jinim ona, meni kechiring. Dunyoda onadan bakrak sizga kuyundigan insonning tepilishi natayin do'stim. Ota-onalar g'erib silinib qolmasin. Ularni hayot vaqtida qadrlayli azizlar. Rahmat.